Kuychilar Navasi programmamiz rasmiy boshlandi. Qiynoqda birinchi nomerlik mahirimiz Saknimizga marhamat. Kuychilar Navasi programmasiga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Xush keldinglar. Undaqda ko'pchilikka avval o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz? Hurmatli ekrandagi aziz ko'rmanlar. Men Yusufjon To'qniyozning manglarga salom. Bu yoq bo'lsa mening ustozim va mening akam Abdurasulov. Eng yaxshi tarafingni, eng yaxshi maharatingni sahnaga chiqib joriy qilding. Jiddiylashyapsiz? Ancha emas. Bo'ldi. Undaqda sahnadan bir huzurning bilamdi. Sizningki eng mo'nliq naqshingizni biz mishada ikkinchi naq maydon turib anglab, sizga eng chong madadkor bo'lmas. G'ayrat qilgansiz. Yaxshi natijalar sizga yor bo'lsin. Qani? Marhamat. G'ayrat qil. Karda uçurattım seni Ap-ak çimen üstüde tamam Yüreklerim soktu sen üçün Velikin pervasız sen aman Yüreklerim soktu sen üçün Velikin pervasız sen aman Hamra kılıp gözlerimce yaş Karab kaldım kendimden uzak Hamrah kılıp gözlerimce yaş Karab kaldım kendimden uzak Söyüp seni külüp bakmadım Yüreğim şadlıktın bekşirah Söyüp seni külüp bakmadım Yüreğim şadlıktın bekşirah Yaxşı görüş xatamı seni Rast sözünü etkin akini Yaxşı görüş xatamı seni Rast sözünü etkin akini Hicranımga bergin xatime Visalımga yetküzgin sen meni Hicranımga bergin xatime Visalımga yetküzgin sen meni Yusufjon, bayatdan men tarjimoningizga qarasam, siz shu İhlis fanining Kuytundagi tarmoq maktabida siz hisobda muzikadan bilim olib ekansiz, shundaqmi? O'rgangan, ammo shu nishoningiz qaysi taraf, masalan, go'zal ovoz yoki ommabop uslub? Mening o'rganganim go'zal ovoz. Unda qolsa shu jarayonda masalan sizga kim dars berdi, undan keyin shu o'rganish jarayonlaringizni bizga qisqacha so'zlab beramiz? Mening shu kesip öğrenişteki dersimni şu Dilşat Raydın Ustaz'dan savaqdışı mağinsi Ercan Malım ders bergen. Ercan Malım ders bergen. Shundoq. Unda qolsa Ercan Malım ishkanlarning xili bir hikoyanglar ba'da qildi. Tunç saatlik ders yaman ko'ngillik bo'lgan. Masalan. Tunç saatlik ders bilan bizni nafas qisish mashqini qildirish uchun tomga qartib yomir savaqdishim ishimizni qog'oz pulgil qo'yganda 1 soat. Demak unda javob ham kulkilik bir ishlar. Shu hisobda esingizdan faqat chiqmaydi ekan, shundaq-ku. Ustozlar, bizning shu Netsam programmamizda shuni
deb kelyapti. Ya'ni davomli o'sha ovoz mashqini hargiz to'xtatib qo'ymanglar deyapti. Shundaq undaqda bizningki inimizning Yusufjonning zodi mush tarafdagi mashq qandaroq sinab boqaylik. Qani xizmatchi xodimlar. Keldik. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mana Ümit. Oy! 难得的我不是当周周冠军，玉米提示赢了，没有关系，只吹的不好咱不害怕，第一环节的歌唱的好不好才是最关键的。 Ammo Shatgul, mushuning orqada men bir narsa qistirib qo'yay. Nimishqa men ma yuzimni itib olmaydi gaqdi, chunki men necha qitim nafas almashtirib, ishtik almashtirib olganligim uchun, onda ma chopinimning yengining bu yerga terib oldim-ku. Shuningga tushib ketmay turgan yer bo'lmasa Yusufjonga alla bir turib puldim men. Xo'sh, undaq bo'lsa hamda Yusufjon, barliq chaqchaqlarni qildik. Undan keyin kasbiy tarafdagi shu tarbiyalanishinglarni qanday bo'lganligini ozroq bo'lsa his qilib yetdik, shundaq-ku. Hamda ifodingiz qandaqroq bo'ldi? Biz ustozlarning taklif fikrlarini olib boqaylik. Bo'lamdi? Tunji qar degan naqshini nayt yaxshi o'rildingiz. Ovozingiz yo'ruq, nayt doirasi keng, yaxshi bir erlarga xos bir ovozingiz bor ekan. Ana ustiga naqsh etish jarayonidami his qildikki, sizda azroq halqi shu naqsh ilmi, ovoz chiqarish ilmidan ta'lim olganligingiz bilinib turdi. Ana bayatın Erjanni dediniz, hamda o sabaqtashimni jiq sig'indim. Davomli shu ovozni ilmiy uslubda ovoz chiqarish davomli mashqni olib bering. Bu mayli siz ommabop naqsh etamsiz, mayli xalq naqsh etamsiz, mayli go'zal ovoz naqsh etamsiz, hammasiga bir ilmiy uslub bilan ko'chirib fashion fanfa deymiz. Shuni chiqarish bu baribir asqatidir. Bayq qog'ozni pudidingiz, mata g'amraga o'tib, o'zining boshida tushib ketib deyilsa, rost ekandek tushunch. Ümit ayad azroq vinashil emasmi? Yangi masalasi bor ekan. Qog'ozni yangi yo'l. Rost, shu demakchi fiqolangni datidi. Nafas cho'nqir tushgan bo'lsa, uzungacha nafas almashtirmay necha shu misra ahang ovoziga opera olamdi deb shuni mashq qildi. Tiniqning tuvan tushganligini belgilaydi shu. Bu mashqni bizmi o'rgangan dastlab maktab borgan chog'da. Naqshni nisbatan aytganda nayt yaxshi o'rildingiz. Keyingi o'tkilga o'tishingizni umid qilaman. Rahmat ustoz, ko'p rahmat. Xo'sh, undaqda hozir ustozlarimizmi o'zlarining ko'ngil so'zlarini aytib berdi. Shundaqla taklif fikrlarini berdi. Undaqda keyingi bosqichga tayyorlik qilishtiraylik. Bo'lamdi? Erdiyon muzikalik aramgohi Xinjiang Aymay guruhi alayda hamkorlashgan. Qiynandaqda endi biz ikkinchi nomerlik mahirimizni saktimizga taklif qilamiz. Marhamat. Qarshi olamiz, programmamizga xush keldinglar. O'zingizcha jiddiylashyapsiz. Azroq jiddiy. Endi ish vaqasi yo'q. Endi butun jiddiychiligingizning o'sha ikkinchi maydonga qo'yib qo'ysiz. Biz o'sha oq maydonda turib sizga eng zo'r madadkor bo'lamiz. Madadkor bo'lamiz. Birinchi maydonda hargiz jiddiylashmang. Bo'lamdi. O'zingizni qo'yib bitib, eng yaxshi go'zal ovozingiz bilan sahnamizda yaxshi natijaga erishishingizni umid qilaman. Bo'ldi? Yaxshi natija sizga yor bo'lsin. Qaynamsa, marhamat. Söylemedim lavlarını nansını İgelmedim bellerini boynunu Ey nigarım tırağında örteni Tapalmadım senin elle koynunu Ey nigarım Pırağında örteni Tapalmadım senin ille koynunu Aşığım ben, Mecnunum ben, neyse var Sen ben üçün ten diş yok, dilraba Pida kılsam yaşlığımni, ömrümni Sen koynunu açmadın o acaba Pida kılsam yaşlığımni, ömrümni
açmadı o acaba kül bolayım o pırağında otunda yegeleyim o kızınayım o aldımda Çin aşkman eyni garı şemge Mana bırak urun dergi koynunda Kül bolayım o bırakında otunda Yegeleyim o kızlanayım o aldımda Çin aşkman eyni garı şemge Mana bırak urun bergi koynunda Mana bırak urun bergi koynunda Undaq bolsa, endi Tursunjonningki bugun ilib kelgan o'sha birinchi bosqichdagi naqsining o'rinlanishi zodi qandoq bo'ldi? Ustozlar rozi bo'ldimi, bo'lmadimi? Undaqda ustozlardan bir so'rab baqaylik. Qani, ustozlar. Tursunjonning ovozi yaxshi. Bu ovozcha bir xil mo'liq ovozim bor. Bu naqshimiz seni bir xil besvet seni-chu. Va tabii şu an manda üzerine besvet etgan naqshini etmay, seni ko'taradigan bir naqsh etish kerak-chu. Bir naqsha odamni yo'qoltiradi. Bir naqsha bir odamni ko'taradi. Bu naqsha tabii jo'yo. Shundaylik qilsang, shunda muhim. Ma mo'liq naqsha etmay, uningdan hozirgi Liushin Yuan aytgan bo'lsang, match bo'lgan ma'noda yaxshi bo'larmikin deyman-chu. Keyin bunda sahnaga Musab kelganda, o'zing keladigan naqsha aytdi. To'g'rimi? Yaxshi ovozing. Rahmat, ustoz, rahmat. 整个歌还是很完整的，整个编曲也很干净，也很干净，又很有想象力，尤其是有些装饰性的那个带有地域特点的。另外呢，就是个别音稍微就长音的地方一点点偏低，其他都很好，作品很完整。祝贺你啊！好，谢谢杨老师。Xo'sh, undaqda tayinga tushib, ikkinchi bosqichga tayyorlashtiraylik. Qani. Qani undaqda Kuychilar navosi programmamizning birinchi bosqichdagi 3-numberlik mahirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Shunda yaxshi bir program bo'libdi Kuychilar navosi. Bu yoq meniki dadamning ayolining eng kichik o'g'li bo'ldi-chu. Qarindoshlar bir naqsh etadigan bir bosqichi bor ekan-ku. Shuning bilan aka yetishib pashan degan tanda yetishib biray bo'ldi deb bilib kelib qoldim-ku. Muborak olsun aka, unda qolsa eniniz Shuhratjonmi yoshlar orasida nihoyatda tulinayotgan yaxshi bir kasbda oldiga minayotgan tirishcha yigitlarimizdan biri Shuhratjon mana bizningki Kuychilar navosi programmasini qutlab o'zini yana bir mahir sifatida bu sahnamizga kelib o'qituvchi ustozlarimizningki balkim eng yaxshi bir taklif fikrlarini bir anglash, o'rganish, bir fursatni qo'lga keltirish uchun bugungi sahnaga kelgandek turdi, shundaqmi? San'atkor bo'lish uchun sahna lozim, muhim bo'ladi ekan. Endi bu men ko'nglimda bir musobaqa qatnashim degan bilan maqsadim shu ekran orqali o'zimni texmo shu san'at mukammallashtirish, ekran oldidagi do'stlarga o'zimning yangi naqshlarimni yana bir ko'rsatish, anglatish maqsadida keldimda. Jiddiylashmay o'zingizni eng ozod holatda namoyon qiling. Biz shu oq sahnaga turib sizga eng chong madadkor bo'laylik. Bo'lamdi? Bo'ldi? Ma'qul, unda qilsa istiqomat yer bo'lg'ay. Muhabbetke sadık bulaydı Ketsen uyar gittim yolunda Muhabbetke sadık bulaydı Ketsen uyar gittim yolunda İçilmezdim tuzup gider mi Süygümüzden gülü kulunda İçilmezdim tuzup gider mi Süygümüzden gülü kulunda Ak muhabbetler kuydu saldı Canlı kıyınıdır Canlı almadı Tıpırlayman icram
Neçe bahar, neçe zimistan kütüş bilen ötüp ketdi ya. Neçe bahar, neçe zimistan kütüş bilen ötüp ketdi ya. Ben baharda görmedim seni. Yana yok sen yaktı tıncıkan. Ne baharda görmedim seni. Yana yok sen yaktı tıncıkan. Ah muhabbetler kıydı saldı canne kıynıdı. Canne almadı. Pırlayman icran aldı da. Yürgün taş kalbin karmadı. Ah muhabbetler kıydı saldı canne kıynıdı. Canne almadı. Pırlayman icran aldı da. Yürgün taş kalbin karmadı. Yürgün taş kalbin karmadı. Şekratdan qarşılayımız. Özünüz bir naqşçılıq kəsbi bilan şug'ullanğılı xeyli vaqtlar bolğan. Hesabda özünüzün öz aldığınızdan durğan pintozlarınız var hesabda. Şundaq turub nima uchun Kuychilar Navaz programmasına qatnashishni o'ylab qaldingiz? Programma qatnashishdagi maqsadim bu Şinjan radio televiziya stansiyalari bilan birlashib ro'yatga chiqqan olqishliq yaxshi program bo'ladi deb o'ylayman. Shu orqali men shu sahnalarni qo'ldan bermay deb endi bir ikki naqshamni bo'lsin mana shu ekranda xotirlanib qilishni o'zim yaxshi ko'raman. Qanchalik naqsham bo'lsa shuncha yaxshi deb o'ylab, ya'ni keyindan shu qatnashib keldim-da endi bu şeyga. Xo'sh, undaqda biz ustozlarning taklif fikrlarini olib boqaylik. Qani, ustozlar. Ko'rinib turdi. Siz burunqi qarganda xeyli pishibsiz. Men sizni ko'p ko'rgan sahnalarda ovozingizdan bo'lsin, sahna qiyofat, o'rinlash hamma jihatdan xeyli yetilib, xeyli pishqan naqshchi bo'libsiz hozir. Naqshinimi muhabbat nomli bu naqshinimi naytmi lirik yaxshi o'rinlab bizga bir huzur ato qildingiz. Omad tilayman. Rahmat ustoz, ko'pdan ko'p rahmat. 受印象，余光看着更加完美了。好，谢谢。谢谢。Qani, aramag'ishtiringlar. Marhamat. 接下来有请2号选手开始第2环节的比赛。 Yüzünü görgende aydın ayırmayman. Hoşuma kırılgende aymenip qaralmayman. Hoşuma kırılgende aymenip qaralmayman. Hoşuma kırılgende aymenip qaralmayman. Yarsını bana tatıp bir melende oynayman. Melende görünmesen tana kuşa oylayman. Yarsını bana tatıp bir melende oynayman. Melende görünmesen tana kuşa oylayman. Yarının beni işleri masaf olsun işleri. Yarımның beni işleri, masaf olsun işleri. Hiç kişiye okşamaz, ayrılıp karaşları. Hiç kişiye okşamaz, ayrılıp karaşları. Bundan da qo'shandi bu ishlarning ikkinchi bosqichdagi ifodasidan endi ustozlar yana qanday baholarni chiqardi? Qani. Endi bu naqshni biz tanışşu, xalq tanış naqsha bu bir yangi ijodiy naqsha emas. Ham shu o'rilgan chaqda ikkinglar bir naqshni bo'lib aytibsizlar. Buni raslan tayyorlash bosqichlar qisqa qolibdi. Sizlarga omad tilayman. Rahmat. Undaq bo'lsa biz keyingi bosqichga tayyorlik qilishtiraylik. Bo'lamdi? Qani, marhamat. 3-numurliq mahirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat.
Kızılgül Puraydı yazgan xatlerim Amrıgıya etini bağdı yazganmı Kızılgül Puraydı yazgan xatlerim Amrıgıya etini bağdı yazganmı Tan seher bulbulda kelmirip yaki Kızılgül içilgayan çaktı yazganmı Tan seher bulbulda kelmirip yaki Kızılgül içilgayan çaktı yazganmı Kızılgül Puraydı yazgan xatlerim Kolumda kızılgül var mıydı yaki Kızılgül Puraydı yazgan xatlerim Kolumda kızılgül var mıydı yaki Gelmez diyen şunda xat kesip tursan Çıktınar bir seni ölgüce taki Gelmez diyen şunda xat kesip tursan Çıktınar bir seni ölgüce taki Kızılgül Puraydı yazgan xatlerim Ayrılıp kettin mi sen Kızılgül'ge Kızılgül Puraydı yazgan xatlerim Ayrılıp kettin mi sen Kızılgül'ge Yüzüp dur muhabbet dünyası erşin Gidemsiz bu alem aynalar çölge Yüzüp dur muhabbet dünyası erşin Gidemsiz bu alem aynalar çölge Gidemsiz bu alem aynalar çölge
bilan mana shu hamkorlashuvchilarning amallarini qizg'in qarshi olamiz. Rahmat sizlarga. Abaykamni qizg'in qarshi olamiz, chunki abaykamni har bir qatim ko'rgan vaqtimizda chiqib abaykamda mayli chiroy jihati bo'lsin, mayli shu mijoz xuluq jihati bo'lsin, qandoqli bir yerda qaysi bir maydon uchrasak, ish qilib bir xil aktiv energiyaga to'lamiz uchun. Undaq bo'lsa abayka oldi bilan o'zingizning salomini ekran oldidagi do'stlarga bir yo'llab o'tgan bo'lsangiz qani. Yaxshimsizlar, hurmatli ustozlar, korxonchilar, ekran oldidagi barliq ko'rurmanlar. Men bugun shu kuychilar navosi programmasiga qatnashganimdan intayin xushal, shunchalik jiddiylashyotgan bo'lsammi, lekin meniki o'zimniki bir qo'saq inimning ishi bo'lganligi uchun mayli endi naqshini buzib qo'yamanmi deb shunda dedim desam mayli biz akini bo'lgandan keyin sen chiqishga eng aqliyatmishi birga chiqishib bersang bo'ldi deganligi uchun men kelib inim bilan birga endi ma ikki inimniki birga mana hamkorlashish bilan mana naqshini bir vujudga keltirdik. Qo'llab quvvatlaganlar uchun ko'nglimda rahmat aytaman. Rahmat, abaykamga ko'p rahmat. Ustozlarniki taklif fikrlarini olib boqaylik. Qani. 刚才被你们这一曲欢快的节奏所感染，我觉得你的哥哥给你助力了。我给你进一言啊，我觉得小克莱，你注意就是声音的统一性一致。如果你和你哥哥刚才在唱的过程中再加上和声啊，那就更加美妙了。但整体来说，这个歌还唱得比较欢快，比较感动啊，整体也非常好。谢谢。谢谢老师，谢谢。谢谢老师。Menimcha ekran oldidagi do'stlarimizdan, Naq maydonidagi do'stlarimizdan mana shu abaykamni ching tutib mishadil bir ikki eg'iz chaqchaqlarini bir onlig'iz kelyotdi. Qanday dedim? Kelsinmi? Ha, unda qolsa qani. Abaykam. Yisamkam köme ağını veripti köme. Köme bazı köme setiyotgan balını qishig'i berib, "Ey ma kömürünün kilosu qancha?" 45 tiyin Yisamka. 200 kilo tate. Dese avval dami bermemmi ya komi bermemmi demey. Qandaroq yerini bermesam kas. Qap-qari yerdim bagine. Rahmat. Abaykamga ko'p rahmat. Yana bir qitim biz abaykamga shundaqla yana ishga hamkorlashuvchiga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Qani qarama qashtirgan bo'lsanglar. 本周的3位选手，哪2位可以顺利的进入到第3环节呢？这要取决于现场的6位导师以及现场的企业媒体代表的投票结果。 Qiyinliqda birinchi nomerliq mahirimizga bilet tashlaymiz. Jami 14 biletga erishdi. 好的，接下来为2号选手投票。 Jami 8 bilet. 好的，那么接下来为今天的3号选手投票。 14 票. Rahmat sizlarga, ko'p rahmat. Baholag'uvchi ustozlar, korxonachilar vakillari, shundaqla taratqular vakillarining bilet tashlashi orqali eng oxirida zodi kim utib chiqqandi? Ne'mat qahvasi. Birinchi bo'lib 3-bosqichga qadam qo'ygan mahirimiz bo'lsa, 1号选手玉素浦江。 Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ikkinchi bo'lib 3-bosqichga qadam qo'ygan mahirimiz bo'lsa, 3-nomerlik mahirimiz Shuhrat. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Endi undaqda keyingi bosqichga tayyorlik qilishtiramiz-da. Qani, marhamat. Undaq bo'lsa, mushu topdiki o'zingizning hissiyotingizni anglab baqqan bo'lsak. O'zimning bunday hissiyotimni desam, men buningdan texmo yaxshi tirishib, buningdan to'xtab qolmay, texmo yaxshi ustozlarni o'zim ustoz tutib, keyingi qitimda yana texmo yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tirishaman. Rahmat Tursunjonga ko'p rahmat. Kuychilar Navosi programmasininki sizga bo'lgan ko'ngli bu bo'lsa-mu Xandan Soda Chaklik shirkati ta'minlagan Xandan markasidagi barpur chini qachilar. Ishingiz o'xshiq bo'lsin, salomat bo'ling. Marhamat. 接下来让我们邀请本周的特邀嘉宾，他是新疆艺术剧院穆卡姆艺术团歌唱演员买买提图尔逊巴拉提，有请。 أنا أجري أزيم دريا أقرسلدك قروب طلقون أنا أجري أزيم
yanar ateş bulup yalkın. Ümit aksiyet tepip kuyar, özer perzet anasıdır. Ümit aksiyet tepip kuyar, özer perzet Gülgeymek karan oğlan, onun ecri cefasıdır. Gülgeymek karan oğlan, onun ecri cefasıdır. Şuna qarzdar cimi pərzənd, Hədirdən şu anasığa, Hədirdən şu anasığa. Ana pərzənd idin razı, Eriseçin babasına. Ana perzent din razı, Eriseçin babasına. Eriseçin babasına. Eriseçin babasına. Mehmet Tursun Ustaz'a köpten köp rahmetimiz bildirimiz. Rahmet sizge Ustaz. Rahmet. Azı bolsunmu? Kanalımızda qabul qilgan bo'lsangiz. Sizningki hamda bizning bugungi shu programmamizga qatnashgan mahirlarimizning ifodasini ko'rgandan keyingi ta'sirotingizni bir anglab baqqan bo'lsak. Bugungi bu mahirlarninki sendeki qiyafetini, sendeki maharetini ko'rgandan keyin nihoyat hayajonlandim. Shu sababdan men endi quruq kelmay shu mahirlarga madad bergach, o'zimning yuragimdagi bir naqshni shu ustozlarga ham mahirlarga so'qiga ochmishlarga madad bergach, shu programmani qo'llab quvvatlagach, shu sahnaga qadam tashlab etdim. Rahmat Ustaz, köpten köp rahmat. Mana shu qimmatli sovg'ingiz bilan meningcha mahirlarimizning buningdan keyingi bosqichdagi ifodalari texmi yaxshi bo'ladi. Sizga yana bir qatim köpten köp rahmatimiz bildiramiz. Rahmat sizga Ustaz. Rahmat. Marhamat. Mana bu Xandan Sodachaklik şirketininki Xandan markasidagi chiroyli qochquchilar. Bundan boshqa yana Aymegoji rasm tortish o'rnininki 2000 yuanlik iste'mol kartasi. Puldan rahmat aka, ajrlik bo'ling, salomat bo'ling. Programmamızdan xosnomini Şinjan Köznek Uçur Pentexnik Çeklik Şirketi öz üstüge ağan bulup, programımızı Şinjan Bilger Elektron Pentexnik Çeklik Şirketi İzdeş Kino Abditali alayda talep qilgan. Programımızı Şinjan Altınbağ Xalqara Savdo Çeklik Şirketi Parlaq Ali Mehmanxonasi alayda qo'llagan. Programımızı Yakan Nahiye Aq Mervayit Yezi İglik Taraqqiyot Çeklik Şirketi qo'llagan. Programımız bilan Şinjan O'snigul Savdo Çeklik Şirketi Xaydo Meridian Muzikalik Aramgohi Şinjan Aymi Guruhi alayda hamkorlashgan. Film ko'rganda ko'znakdan ko'ring. Koni markada yangi mazmunlar üzülmez.
接下来，让我们进入本周有请歌者的第3环节。首先有请1号选手。分手那天，我看着你走远，所有承诺化成了句点，独自守在空荡的房间，爱与痛在我心里纠缠，我们的爱走到了今天，是不是我太自私了一点？如果爱可以重来，我会为你放弃一切。想你最深，多希望你能在我身边，不知道你心里还能否为我改变。想你的夜，就能让我再爱你一遍，让爱再回到原点。分手那天，我看着你走远，所有承诺化成了句点，独自守在空荡的房间，爱与痛在我心里纠缠，我们的爱走到了今天，是不是我太自私了一点？如果爱可以重来，我会为你放弃一切。想你的夜，多希望你能在我身边，不知道你心里还能否为我改变。我想你的夜，就能让我再爱你一遍，让爱再回到原点。想你的夜，多希望你能在我身边，不知道你心里还能否为我改变。我想你的夜，就能让我再爱你一遍，让爱再回到原点。Güzel çehren tozan içere ayan, uzun gece kıynar seni haman, direk astıda men karaymen, ben karaymen sen yarim tamam. Anarның gülü Taң peytide içilgan bir gün, bu kalbimge otnu salgan gün.
bayavan kokuş koyacaksan bu kan sadası çürek nidası anar kan anar dekşirir sen yüzen dursan kalbin davası bağlarının yarkın ziyası şerhtin balkıgan bu yaşka bipi köy katıdı yurtun havası ah anar han yarım anar han ah anar han canım anar han 好的，那么本周3个环节的比赛呢都已经结束了。究竟这2位选手当中谁会成为本周的周冠军呢？这还是要取决于现场的6位导师以及现场的企业、媒体代表的投票结果。 Undaqda biz birinchi nomorliq mahirimizga bilet tashlaymiz. 12 bilet. 接下来为3号选手投票。 13 bilet. Bahalığıcı ustozlar, korxonachilar vakillari, shundaqla taratqular vakillarining bilet tashlashi orqali eng oxirida zodi kim tutib chiqqandu? Qiynaldaqda birlikda kutaylik. Acayip tövbe sütü paraşogi. 本周有请歌者的周冠军是 3. nomorliq mahirimiz Şöhret. Muborak bo'lsin Şöhret. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qiynaldaqda ustozlarimizni bugungi haftalik chempionimizga mukofot buyumlari taqib berishga taklif qilamiz. Qani ustozlar, sektimizga marhamat. Muborak bo'lsin Şöhret, muborak bo'lsin. Albatta, ikki ustozimizga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Ekrandagi qadrli ko'ruvchilar, Şinjan radio televiziya stansiyasi, Şinjan Festival madaniyat tarqatuvchi shirkati hamkorlashib o'zini sungan kuychilar navosining bu sanamini mushada oxirlashdi. Keyin ko'rishaylik. Har xo'sh. Bizniki